26 sentabr kuni Amerika başlamçılığında Xitoy to'g'risidagi qaror loyihasini BDT kishilik huquq kengashiga sunib, BDT kishilik huquq organlarining kengash yig'inida atalmış Şinjan Uyg'ur avtonom rayonining kishilik huquq masalasi to'g'risida munozara qilishini BDTga a'zo davlatlarning qo'llab tasdiqlashini talab qildi. Fransiya agentligining xabariga qaraganda, bu loyihaga Angliya, Kanada, Shvetsiya, Daniya, Finlandiya, Islandiya va Norvegiya birlikda imzo qo'ygan. 20 neçə dövlət fəaliyyət qılıbatqan 60-dan artıq Uyğur təşkilatı birləşmə bayanat elan qılıb, BDT'ga a'zo boshqa dövlətlərini Şərq Türkistandakı kişilik hüquq dəfsənciligi məsələsində Amerika tərəfdə turub, Xitayning məsuliyyətini sürüş qilishga chaqirdi. Əgər qarar layihəsi ma'qullansa, BDT kişilik hüquq kengashining 16 yillik tarixida tunji qitim Xitayning Uyğur və başqa türk millatining huquqiga daxil taruz qilganligi o'ttirib qo'yilgan munozara kun tartibiga qo'yilishi hisoblanadi ekan. Amerika Dövlət Bexatarlik Ministerligining bir yuqori darajalik amaldori savdo boshqaruvchilarining majburiy emgakni chiriklikka qarshi turish va jazoga amal qilishdek muhim masala deb qarab, ta'minlash zanjiridagi majburiy emgak bilan bo'lgan tovarlarni yiltizdan qo'mirib tashlash kerakligini, yillardan buyon chiriklikka qarshi turish va uniga munosabatli jazo qonunlariga rioya qilish korxonalarining muhim sifat o'lcham bo'lib kelganligini, endi majburiy emgakmi shuning biriga aylanish kerakligini degan. Bu yıl iyun ayida yo'l qo'yilgan majburiy Uyg'ur emgakchilarining oldini olish qonuni atalmış Şinjan rayonidan Amerikaga mal import qilinishini cheklash, faqat tovarni majburiy emgak bilan ishlab chiqarilmaganligini isbotlasila ondan yo'l qo'yilgan. Amerika majburiy Uyg'ur emgakining oldini olish qonunini yo'l qo'ygandan keyin Amerika emgak ministerligining amaldorining bildirishicha, Yevropa davlatlari va Kanadami o'xshashli Xitoydan kirgizilgan majburiy emgak bilan ishlab chiqarilgan tovarlarni cheklash qonunini turg'izgan ekan. Yevropa komitetimi 14 sentabr kuni 65lik majburiy emgak mahsulotlarini setishni cheklash haqida taklif sungan. Xitoy Kompartiyasi qurilganligining 73-yillik harpisida Angliyadagi Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatish, Tibetlar jamiyati va Angliya Shangang jamiyati qatorliq 9 tashkilot birlikda Angliya bosh ministri ishxonasiga xat yozib, yangi bosh ministerni Xitoyning Uyg'ur, Tibet va Shangang xalqiga qaratgan tahdidiga diqqat qilishga, Xitoyning kishilik huquq dafsanchiligi dunyodagi kishilik huquqni xatarga ittirib dafsanni qilayotganligini, shundaqli yangi Angliya hukumatini o'zlarini qo'llashga chaqirib, terroristning saylam safarbarlik faoliyati jarayonida o'ttirib qo'ygan andishalarga javob qaytarish orqali dunyoviy rahbarlik va harakatini ko'rsatishni talab qilgan. Shuning bilan bir vaqtda 5 konkret tadbirni o'tirib qo'yib, Angliya tashqi ishlar ministrligi va terrorist vakillari bilan yuztirani ko'rishib, Xitoy hukmronligida azob oqibat chekayotgan kishilarning turmushini qanday qilib o'rtaq tirishishini muzokara qilishni talab qilgan. 22 sentabr kuni Kambodja kommunist hokimiyatining jinoyatiga mas'ul Birlashgan Davlatlar Tashkiloti alohida soti Kambodja sobiq rahbari KXO Samxanning arzini rad qilib, 2018-yildagi asli hukmni saqlab qolgan. Ya'ni o 70-yillarda hokimiyatni qo'lga olganda irqiy qirg'inchilik, insoniyat qarshi jinoyati, urush jinoyati va boshqa jinoyatlar bilan ayblanib, muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan. Bu 91 yoshli kishi sobiq partiyaning eng oxirgi yadroliq rahbari edi. Ayni vaqtda u Xitoyning qo'llashiga erishgan. Ammo 4 yilga yetmagan vaqtda nihoyat tezda vayron bo'lgan. Gerçi Kambodja Kompartiyasi keltirib chiqargan qazo qilganlarning soni talash tartish bo'lsa-mu, ammo ko'pinchisi davlat umumiy nufusining kam deganda 4dan 1ni egallaydi deb qaraydi ekan. Yuqorida tilga ilingan alohida sotning sonliq ma'lumotlariga qaraganda, partiya hokimiyat yurgizgan 3 yil 8 oy ichida ocharchilik, qiynash va boshqa sabablar tufaylidan kelib chiqqan tabiiy bo'lmagan o'lim soni 3 millionga yetgan ekan. Mana 10-oyning birinchi kuni mana endi chiqib kuchda o'tgan bo'lgan, endi tijoratlarni boshlab qilaylik desak, ya'ni so'nib ketdi. Qachonmi ichlan? Biz bugun jondan to'ydik. Bir oila kishilarini achqib etishini talab qilaman. 2 oydan beri sulaqda yotdik. Biz kunlik ishlab jon boqadigan odamlar. Halang nakashda deydigan bir kadr yo'q. Shechi uchunda say aka pirg'ining yo'qmi desam 2 kunga jonlik javob qildigan, zivon so'rgan odam chiqmadi. 3 kun tamoq yalamadik 8-oyda. 9-oyim chiqib ketay dedi. Shuning bilan aka pirg'a yey telefon qilmanmi? Zivon so'rgan odam yo'qmi bu yerda desam shundan deb berdi. Shunda qilib 5 kun tamoqsiz qoldik.
Bugün Xitay təcavüzçilərinin Stalin başlap gələn qoşun bilən vətənimizni müstəmlik qılğan günü. Bizдің xalqımızның vətənimizni müstəqil qılıb, milyonluğan qanlarını töküb, bayrağını tikligən bayrağını yıqıtqan günü. Qarindaşlar, biz mana şu gündən tatib Ruslar və Xitaylarning birləşib ziminimizni besib elish, zo'ravonlik qilish tajovuzchilarning mushu zulmi ostida yashab kelyapmiz. Hozirgi beshimizdan o'tayotgan kunlarni o'zinglar bilasizlar. Shuningdan tatib ta hozirgacha Uyg'ur xalqi qilchi bo'y bergani yo'q mustamlikaga. Aş besib olgan kundan hozirgacha inqilab vatanning ichi teshida inqilab qilyapti. Vatanni qaytarib olish uchun, davlatimizni asliga akilish uchun Uyg'ur xalqi mayli 50-yil bo'lsin, mayli 51-chilar partiyasi Uyg'uriston 51-chilar partiyasi olsun, mayli 57-yillik qurilgan tashkilot olsun, mayli 62-yillik qurilgan tashkilot olsun, mayli 68-yillik yoshlarning qizil batalyon aşı 25,000 adamni açıqqan universitet o'quvchilarining Uyg'ur tashkiloti bo'lsin, mayli 7-ayning 5 vaqasi bo'lsin, mayli Barin vaqasi bo'lsin, mayli Xotan vaqasi bo'lsin, mayli Bijit Silin vaqasi bo'lsin, mayli Axnubkamlarning masalasi bo'lsin, mayli İli vaqasi bo'lsin, qanchilgan qurbonlarimiz aşı Xitoyning avtomatining ostida ayaqdan Rus, ayaqdan Xitay mushu tajovuzchilikning ostida turib, o'zining vatanining ozodligi uchun, xalqining erkinligi uchun milyonlagan qahramonlarimiz qon to'kdi. Hamma odamning ma'lum bo'lgandek, 10-ayning biri atalmış Xitoy Xalq Cumhuriyetininki qurulganligininki 73-yili. Ya'ni bu atalmış Xitoy Xalq Cumhuriyetininki qurulgandan keyin atalmış Xitay Komünistleri ve Xitay Halk Cumhuriyetleri Şarkı Türkistan'a best girip bugünkü kadar davamlaşıvatkan ırkî kırgınçılık, mustamlike ve işgaliyet hareketlerini yapıyorlar. Bunun karşı biz barlık Şarkı Türkistanlı kırındaşlarımızı, dünyanın her kayışı yerlerindeki kırındaşlarını ür turup, üzgün turuşluk devletlerde ki meyli şu prezidentlerinin binası olsun, yani bizim Amerika'daki Aksaray'daki veya ki Taşkışlar Ministerliğinin aldığı veya ki parlament binalarının aldığı namayiş kılıp, halkarağa şakırık kılıp, halkarağını Şarkı Türkistan meselesiyle arılışıp ve sizin Xitay'nınki davamlaşıvatkan ırkî kırgınçılık, mustamlike ve işgaliyet hareketini tutsaş için hareket kılışını, şakırık kılışını istedik. Xi Jinping terrorist! Chen Quango terrorist! Freedom for East Turkestan! Freedom for East Turkestan! Freedom for the world! Freedom for the world! Justice for the world! Justice for the world! China stop killing! China stop killing! China stop killing! China stop killing! Völkermord. In Wolfsburg steht sogar ungefähr 300 Meter vor uns ein Denkmal, das die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wolfsburg gesetzt auf Beschluss des Rates der Stadt Wolfsburg am 1.10.2008 dort aufgestellt haben. Die genauen Worte dieses Denkmals lauten: Während der nationalsozialistischen Bağımsız Doğu Türkistan'ın işgaliyetinin 73 yılı münasebetiyle Doğu Türkistan mücadelemizin hiç bitmediğini, azmimizin daha da yükseldiğini, bağımsız Doğu Türkistan için bütün ruhumuzla, tenimizle, bedenimizle, düşüncelerimizle her daim ayakta olduğumuzu,
Doğu Türkistan istiklalına olan inancımızın daha da güçlü olduğunu ifade etmek için